davom ettiramiz. 18-masala Formula 1 musobaqasida mashinalar 90 kilometrli halqada 4 marta aylanishlari kerak. Red Bull jamoasi avtomobili birinchi halqani 47 minutda, ikkinchi halqani 36 minutda, uchinchi halqani 60 minutda va so'nggi halqani 37 minutda bosib o'tdi. Musobaqada Red Bull avtomobilining o'rtacha tezligi qanday bo'lgan? Demak, bizlarda bir aylanamiz 90 kilometr bo'lsa, n teng 4 deb belgilab oldim. 4 marta aylanish kerak. Birinchi aylanishda 47 minut, ikkinchida T2 ya'ni 36, T3 60 va to'rtinchida T4 37 minut. Demak, bu yerdan jami bosib o'tilgan yo'l n ko'paytirish S0 bo'ladi va har bir halqalar uchun har bir halqada aylanish uchun aylangan vaqtlarni yig'indisiga bo'lsak, ya'ni Red Bull avtomobilining o'rtacha tezligi kelib chiqadi. Ya'ni 4 ko'paytirish 90, 360 kilometr bo'ladi va vaqtlarni qo'shib chiqsak 180 minut bo'ladi. Bu 3 soat degani bu. Bo'lsak 120 kilometr soat bo'ladi. Xo'p, 19-chi Snowmobile qorli tog'ga 3 kilometr soat tezlikda 4 soatda chiqdi va o'sha yo'nalishda 2 soatda qaytib tushdi. Snowmobilening tog' tepasiga chiqib tushishdagi o'rtacha tezligini toping. Ya'ni bu chiqishda ham shu masofani, qaytishda ham shu masofani bosib o'tgandan keyin xo'p, berilganlarni yozamiz. Demak, tog'ga V1 3 kilometr soat tezlik bilan T1 teng 4 soat va qaytib tushishda T2 teng 2 soat. 2 soatda qaytib tushgan. Demak, shunda tepasiga chiqib tushishidagi o'rtacha tezligini toping. Bu o'rtacha tezlik so'ralyapti. Demak, shunda S tog'ga chiqish masofasi S1 V1 ko'paytirish T1, ya'ni hisoblasak 12 kilometr ekan. Demak, bu o'rtacha tezligimiz shunda teng bo'ladi. Tushishi ham S2 ham S1 ga teng bo'ladi va o'sha yo'ldan tushgandan keyin yana 12 kilometr bo'ladi. Demak, shunda 12 plus 12 pastda 4 plus 6 2 4 plus 2 teng 24 taqsim 6, bu ham teng bo'ladi. Bu ham teng 4 kilometr soat bo'ladi ekan. Demak, xo'p. Davom ettiramiz. 20-masala. Snowmobile qorli tog'ga 3 kilometr soat tezlikda 24 kilometr yuqoriga chiqdi. Ya'ni V1 teng 3 kilometr soat tezlikda 24 kilometr yuqoriga chiqdi. Ya'ni S1 teng 24 va 8 kilometr soat tezlikda qaytib tushdi. V2 8 kilometr soat tezlikda qaytib tushdi. Snowmobilening tog' tepasiga chiqib tushishidagi o'rtacha tezligini toping. Ya'ni bu o'rtachani so'rayapti. Bu o'rtachamiz teng bo'ladi. Xo'p, tezlikda 24 kilometr yuqoriga chiqdi. Demak, 24 chiqish plus qaytib tushish ham 24 bo'lsa,
Buni ko'tarilish vaqti 3-8 bo'ladi. Plus qaytishda endi 3 bo'ladimi? 3 bo'ladi. Qaytsa 8 kilometr 3 soatda tushadi. 3 teng 48 taqsim 11 kilometr soat bo'ldi. Xo'p, 21. Avtomobil vaqtning birinchi yarmida, ya'ni T1 teng T taqsim 2 yarmida 18 kilometr soat tezlik bilan, ya'ni V1 teng 18 kilometr soat tezlik bilan. İkinci yarmida endi T2 teng T taqsim 2 deymiz yana. V2 teng 24 kilometr soat tezlik bilan yurdi. Avtomobilning butun yo'l davomidagi o'rtacha tezligini toping. Xo'p, bu o'rtacha so'roq. Bu vaqt teng 2 ga bo'linganda o'rtacha tezligimiz o'rta arifmetik qiymatga teng bo'ladi. Ya'ni V1 plus V2 oldingi darslarda isbotlaganman bu formulani. Xo'p, V1 plus V2 ya'ni 18 qo'shamiz 24 ga bo'lamiz 2 ga teng qancha bo'ladi? 30 42 mi? 21 bo'ladi. 21 masalamizda 21 kilometr soat bo'ldi. Xo'p, 22 masala. Avtomobil yo'lning birinchi yarmini, ya'ni endi bosib o'tilgan yo'l, ya'ni masofa 2 ga bo'linyapti. Birinchi yarmini, yo'lning birinchi yarmi, ya'ni S1 teng S taqsim 2 yarmini V1 teng 40 kilometr soat tezlik bilan. Qolgani yarmini, ya'ni qolgan yarmi S2 teng S taqsim 2 V2 teng 60 kilometr tezlik bilan o'tdi. Avtomobilning butun yo'l davomidagi o'rtacha tezligini toping. Ya'ni bu o'rtacha so'roq. Ya'ni bu o'rtacha teng 2V1 V2 pastda V1 plus V2 degan formulamizni isbotlab berganman oldingi darslarimizda. Xo'p, 2 ko'paytirish V1 40 V2 60 pastda 100 1 2 48 kilometr soat bo'ladimi? 48 kilometr soat. Xo'p, 23. Sim yo'lning birinchi yarmini 6 metr sekund tezlik bilan, ya'ni S1 teng S taqsim 2 ni V1 teng 6 metr sekund tezlik bilan 6 metr sekund tezlik bilan. İkinci yarmini esa S2 teng S taqsim 2 ni 3 marta katta tezlik bilan, ya'ni V2 teng 3 V1 bu ham teng 18 bo'ladi. 8 metr sekund. O'tgan bo'lsa, jismning butun harakat davomida o'rtacha tezligi qanday bo'lgan? O'rtachamizni so'rayapti. O'rtacha teng nima bo'ladi? 2 ko'paytirish 2 V1 V2 pastda V1 plus yuqoridagiday masala. Ya'ni 2 ko'paytirish V1imiz 6, V2imiz 18 pastda 18 qo'shib 6 24 teng 12 24 2 qoladi.
Xo'p, bundan 9 kilometr taqsim sekundmi? 9 metr taqsim sekund. 24 masalamiz. Mototsiklchi 2 punkt orasini 50 km/soat tezlik bilan o'tsa, ya'ni V1 teng 50 km/soat. So'ngra tezligini 75 km/soatgacha oshirib, V2 teng 75 km/soatgacha oshirib, yana shunday yo'l yurgan. U ikkala holda ham tekis harakat qilgan. Butun harakat davomida o'rtacha tezlikni toping. Ya'ni birinchi holda S1 teng S yo'lni yurgan, ikkinchi holda ham yana xuddi shunday yo'l yurgan deyilyapti. Yana shuncha yo'l yurgan. Demak, o'rtacha tezlikni so'ralyapti. O'rtacha tezlik. Xo'p. Masalamiz ham xuddi yuqoridagi masalaga o'xshash, ya'ni bu o'rtachamiz. O'rtacha teng 2 ko'paytirish 50 ko'paytirish 75 pastda 125. Xo'p, bu bilan bu qisqarsa, bu yerda 25 5 ta bor, bu yerda 25 4 ta bor. Xo'p, 5 bilan 75 ni qisqartirsak 15 ham 60 bo'ladi. 60 km/soat bo'ladi. Keyingi 25. Anvar yo'lning yarmini 6 metr sekund tezlik bilan, ya'ni S1 teng S taqsim 2 yarmini V1 teng 6 metr sekund tezlik bilan. Qolgan yarmini S2 teng S taqsim 2 qismini V2 teng 4 metr taqsim sekund tezlik bilan o'tdi. Otabek vaqtning yarmida 1.6 metr sekund tezlik bilan. Endi Otabek vaqtning yarmida T1 teng T taqsim 2 vaqtning yarmida V1 teng 1.6 metr sekund tezlik bilan. Qolgan yarmida, ya'ni T2 teng T taqsim 2 qolgan yarmida V2 teng 2 metr sekund tezlik bilan Anvar yurdi. Anvar va Otabekning o'rtacha tezliklari orasidagi farq. Xo'p, bizlardan ya'ni v o'rtacha topamiz. Bundan ham o'rtachani topamiz. Bu o'rtacha topamiz, ya'ni bu. Mayli, buni o'rtacha tezlikku, birinchini Anvarning o'rtacha tezligi, bu Otabekning o'rtacha tezligi. Bizlardan so'ralyapti. Orasidagi farqni so'rayapti. V, ya'ni V Anvarning tezligidan V Otabekning tezligini olib tashlaymiz. O'sha so'ralyapti bu yerda. Demak, shunda Anvarning tezligi va Anvarning tezligi 2 ko'paytirish 6 ko'paytirish 4 pastda 10 bo'ladi. Bu ham teng. Xo'p, qancha? 12 4 48 mi? 48 taqsim 10, bu ham teng 4.8 bo'ladi. Otabekning tezligida v Otabek o'rta arifmetik vaqtni yarim bo'lgandan keyin qancha? Qo'shib 2 ga bo'lamiz. 3.6 bo'lamiz 2 ga teng 1.8. Endi v teng 4.8
butun 8'ni olib tashlamiz. 1,8 ni. Demak 3 kilometr soat bo'ladi ekan.